Aytilayotgan narsa bu. Yangi yil kechasi aytilayotgan narsa bu. Qarang. Yangi yilda ishimiz o'ngidan kelsin. Yangi yilda pulimiz shuncha bo'lsin. Yangi yilda bu narsamiz bunaqa bo'lsin, u narsamiz unaqa bo'lsin. Ya birodar qarang. Yangi yil hech narsa olib kelmaydi sizga. Hech narsa. Yangi yil siz kutsangiz ham, kutmasangiz ham o'tadigan narsa yangi yil. Lekin bor. Lekini bor. Birodar, shu yangi yil kuni bildirgan tilaklaringizni tilak emas, duoga aylantiring. Ey Allohim, yani faqat yangi yil kuni emas, boshqa kun. Ey Allohim, ishlarim rivojdan kelsin. İşlerim o'ngidan kelsin, dinchi ishingiz yurishib ketmaydimi? Allohdan so'raychi, oshig'i bilan beradi, oshig'i bilan birodar. Nimaga aynan yangi yil kun, yangi yilni qayeri bir tilak bildirsin degan joyi bor. Yangi yilni qayerida tilak yozilsin va tilak aytilsin degan joyi bor, birodar. Aynan yangi yil kuni. Yo'q. Hech qayerda.